Zhang Fei nimishqa Lübo'dan qo'rqmaydi. Sizlar Lübo bilan yakma-yak birga-bir elishma deb turib oldi. Qissa haqidagi bayonlarimga qiziqsangiz, meni Guanju qilib, haqsiz yurakdan bir o'tib davomini anglang. Bu qissadagi alamdorlar qatori qarsak, Wu Zhangfei xonbanda Yilu Arjao San Dianwei Siguan Wu Ma Liu Zhangfei dedi. Yani Lübo alamdorlar qatorida birinchi o'rinda, Zhangfei 6-chi o'rinda sanaladi. Lekin bu asar qarsak, Zhangfei desila bu Lübo bilan urushma, mushtlashma, tepishma deb turdi. Hatto qo'rqib qolmaydi. Onun ustiga xul organik urushqanda nima deydi? Saying Jaliu deb tillaydi. Uch urug'li qo'l deb. Kul asarga qarsak, Lüboni mashta satga bilan tillayoladigan bir Zhangfei bilan bor. Undaqda bu zot nima bunday qo'rqmaydi. Qisdagi nazar solsak, bu vaqtdagi ansiz jahonda kim shundaq shu payg'ambarda oldib turgan yoki mashta alamdorlardagi palvonlarning qo'lga tushsa, bu jahonni putrab turishga, parvoz qilishga bir qanot dal shundaq kishilar. Shundami? Yani Lübo'ga, Guaiyu'ga, Zhangfei'da kishilarning birsiga erishganlik 10 tuman sarxil lashkarga erishgan bilan barobar deydi. Qo'laganki Saying Jan Lübo'dan keyin Lübo o'zini men jahonni deyitsa hech kim men diyor deyolmaydigan holat shakllandi. Chunki bu eng yomon palvondan 3-i 1 bo'libmi? Tang turolmadi. Shundami? Demak bu Lübo'ning mayli alamjatki jambozlik chiqqan nomi jatilda hammasida Zhangfei'dan ustun turdi. Ondan eliq bir gap bor-ku. Kishilar jonda ikki isil narsa bor deydi. Lübo zotning sarxili chilan to'riq otning deydi.